Velosiped sezonundan başlandı. Xudo xolasa velosipedlarni zo'rini aytib ketdikmiz. Videoni ko'rib tursangiz oxirigacha tushuntiramiz. Getdasi. Bu velosipedimiz 1 yoshdan 5 yoshgacha bolalar mo'ljallangan. Balolar rezinka, orqasida muzikalari bor. Romi qolingi bo'ladi. Ham Xitoy variant. Narxini keladigan bo'lsak, narxi aksiyadagi narxi o'z narxi 350 ming edi. 270 ming so'mdan aksiyada narxga qo'ydik. Bu velosipedimizdan balolar yumshoq rezinka bo'ladi. Muzikalarni qaranglardir, muzikalari Romam qalin Lotto BB2 bo'ladi. O'tiradigan yerlari orqasini vajlarına yanadi hozir. Buni narxina keladigan bo'lsak, buni ham skidkada narxi o'zi 350 ming turadigan velosipedimizni 260 mingdan skidkada qo'ydik buni. Drongo velosipedimiz, buni ham balolar yumshoq. Muzikalari bo'lmaydi. Argi variantlarimizga qaraganda sal byudjetliroq. Narxi 250 ming edi. Buni 210 ming so'mdan qo'ydik. Buni ham 1 yoshdan 5 yoshgacha mo'ljallangan. Bemalol olib ishlatsangiz bo'ladi. Sidinalari alda orqa yuriydi, balollari yumshoq. Ramona qaranglar, ranglardan har xilisi bor. Kichkintoylarimiz uchun yana bir varianti, bu ham byudjetli varianti. Ham buni bir joyi yaxshi, oyoqi yaqin bo'ladi mana. Bolani masalan 1,5 yosh bolalardan kichkina bo'ladi. Shular olib bersangizlar bo'ladi. Pedali oyoqidan yaqin bo'ladi, oyoq o'rganishine tezroq yordam beradi o narsa. Bu o'zimizdan narxi 220 ming edi. Buni 150 ming so'mdan skidkada qo'ydik. Ranglaridan har xilisi bor. Keyingi velosipedimiz Bars bo'ladi. Bars velosipedimiz ham zaxonni, sifatlari ham zo'r. 1 yoshdan 5 yoshgacha mo'ljallangan. Buni ham muzikalari bor. Narxini keladigan bo'lsak, 350 emas, buni ham 250 ming so'mdan skidkada. Şurada nomer qo'yaman, bemalol telefonlashib, dastavka qildirsangiz bo'ladi. Hammangizni magazinda kutamiz.